Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Baxshullo aka, sog' salomatmisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Omon bo'ling. Ayni soniyalarda tinglab turganingiz tabriklar loyihasi bo'ladi. Bezovta qilmadikmi sizni? Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Avvalambor bugungi ayyomingiz Allohimizga banda, payg'ambarimizga ummat va yaqinlaringiz uchun ne'mat bo'lgan kuningiz muborak bo'lsin. Rahmat. Joningiz omon bo'lsin. Akajon, loyihamiz sahifasiga siz uchun tabriklar yetib kelgan ekan. Nima deb o'ylaysiz? Biz orqali qaysi yaqiningiz, mehribon insoningiz sizni tabriklamoqchi bo'lishi mumkin? Taxminlar bormi? Bilmayman, taxmin kim tabriklash ekan. Birinchi bo'lib xayolingizga qaysi mehriboningiz keldi? Navruz. Afsuski, topa olmadingiz. Akajon, ushbu tabriklar ayni damda jamiki yaqinlaringiz, oila a'zolaringiz nomidan sizni juda ham yaxshi ko'rguvchi davlatingiz, dadajoningiz tomonlaridan kelgan edi. Rahmat. Ijozat bersangiz, dadajoningizni o'z qo'llari bilan yozib qoldirgan tabriklarini o'qib eshittirsak maylimi? Ayting. Tashakkur. Demak, boshladim. Assalomu alaykum, meni suyangan tog'im, g'ururim, ko'zlarimning nuri, qalbimning huzuri, Robbim menga hadya qilgan eng oliy mukofotim. Jonim bolam, seni shukrona kuning bilan tabriklayman. Tanu joning sog', omon, umring uzoq, mazmunli bo'lsin. Allohimni panohida, hifz va himoyasida bo'lgin. Qalbingda orzu tilaklar bo'lsa, yaratganim barchasiga o'zi yetkazsin. Kasb-u koringga, topgan tutganingga Robbim barokatlar bersin va yaxshi kunlaringga, ehson, hadiya, to'ylarga nasib etsin. Bolam, Allohim seni o'z panohida asrasin. Umr yo'lingni nurli, qalbingni pok, hayotingni esa baxtlarga to'la qilsin. Sen meni hayotimga berilgan eng ulug' ne'matsan. Men sen uchun har kuni duo qilaman. Allohim seni balolardan asrasin. Sog'ligingni mustahkam qilsin. Umringni uzun, baxtingni ziyoda qilsin, o'g'lim. Meni eng katta baxtimsan, boyligimsan. Seni so'z bilan ifodalab bo'lmas darajada yaxshi ko'raman. Borliging uchun Robbimga shukronalar keltiraman. Boringga shukr, o'g'lim. Bolajonim, ko'zim nuri. Sen rohatim, jon huzurim. Senga makon qalbim qo'ra, umring uzoq bo'lsin bolam. Sen Robbimning marhamati, senla go'zal dunyo asli. Yuragimning bir parchasi, umring uzoq bo'lsin bolam. Boshingga hech g'am kelmasin, qaroqlaringdan bo'lmasin. Jismu joning dard ko'rmasin, umring uzoq bo'lsin bolam. Alo. Ayni damda suhbatlarimiz esdaligi uchun yozib borilmoqda. Dadajoningiz va barcha yaqinlaringiz uchun tilaklar bo'lsa, marhamat. Oila a'zolaringiz uchun tilaklar bormi? Ha? Tilaklaringiz bormi? Tilaklarim ishlaringizga omad, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Mana o'zingizni ehtiyot qiling. Shukrona kunlarni yaxshi o'tkazib boring. Allohga omonatsiz. Yaratgandan seni tilab oldim. Sen tug'ilsang bor bu dunyoga jar soldim. Shirin joning omon bo'lsin deya yana duo qildim, yolg'iz Xudoga yolvordim. Shirin
shirin joning omon bo'lsin deya yana duo qildim, yolg'iz Xudoga yolbordim. Otangni bor boyligi sen jonim o'g'lim, shu gaplarim esingda tut jon o'g'lim. Seni bergan Xudoga ming shukrlar ey, isming kabi bo'l ulug' inson o'g'lim. Seni bergan Allohga ming shukrlar ey, isming kabi bo'l ulug' inson o'g'lim. Zotlar ismida sen Davud bolam, ularga ko'p o'qib yasha durud bolam. Uzoq umr ko'rib biroq inson bo'lib, onang ikkimiz yuzimiz yorit bolam. Borgan sari shirinliging ortib borar, mehrim meni sen tomonga tortib borar. Bolajonim beg'uborim kundan kunga, endi seni zo'r kelajak kutib qolar. Otangni bor boyligi sen jon o'g'lim, shu gaplarim esingda tut jon o'g'lim. Seni bergan Xudoga ming shukrlar ey, isming kabi bo'l ulug' inson o'g'lim. Seni bergan Allohga ming shukrlar ey, isming kabi bo'l ulug' inson o'g'lim. Isming kabi bo'l ulug' inson o'g'lim.